Assalomu alaykum aziz obunachilar. Nuristova kanalidan shaddiy kuzatib boruvchi aziz qadrdon do'stlar. Mana bugun yana bir yangi ish kunimizni boshlab oldik. Bu yerda beton quyish xizmatlariga kelganmiz, tugatib endi yangi joyga ko'chyapmiz. Aziz qadrdonlar, bu yerda 4 xona uyga, uy emas, magazin bo'ladigan yo'lda bo'yiga beton quyib berdik. Balandligi 60, yana 40 qilib beton quyib berdik aziz qadrdonlar. Shuni qancha rasxod ketdi-yu, beton uchun qancha usta puli polni xudo xolasa qo'ldan kelgancha, Alloh qodirgancha bu galgi ishimizni ham bir qator obzor qilib qo'yamiz. Aziz qadrdonlar, qani bo'lmasa biz obzor qilishni boshladik. Mana aziz qadrdonlar, betonlar quyib bo'lib, instrumentlar yuklayapmiz. Polni apalabkalamiz, mishalkalamiz, hamma yo'g'imizni, instrumentlarimizni joylashtirib boshladik. Aziz qadrdonlar, mana ko'rayotgan bo'lsanglar, bu joyda 4 xona tushyapti. Uzunligi 25, endi 6 metrlik joyga polni beton quyib berdik. Balandligi 60 sm bo'ldi aziz qadrdonlar. Yana qurilishimizga qaytsak, mavzumizdan chetlashmay. Bu yerga 2,5 tonna sement ketdi aziz qadrdonlar. Ikki tomonda shag'al ketdi. Shag'aldan ashi ozgina qoldi, ko'rayotgan bo'lsanglar. Shag'allarimiz 700 ming so'mdan, ikki tomonimiz 1,400,000. 2,5 tonna sementimiz shu 540 so'm bo'lyapti. Hozirgi kunda sementlar hamma joyda ham 540 so'mdan bo'lsa 1,80,000, yana 500 kilosi 1,80,000, 1,300,000 so'mlik sement ketgan bu joyga aziz qadrdonlar. Usta pulimiz shu 80 mingdan shu bir bo'yini quyib berdik. Ob'yom kichkinaligi uchun, agar kattaroq bo'lsa sal narxlari tushadi. 80 mingdan 69 metr chiqdi. 5,200,000 qancha ming ham bo'ldi. Soat to'shni esimda yo'q. 2 kunda quyib oldik bu joyda. 2 kunda quyib, mana yangi joyga ko'chyapmiz. Aziz qadrdonlar, bu yerda kimdir qimmat deyishi mumkin. 2 kunda quyib qo'yib, yana 1 kun, yarim kun ovora bo'lib, mana bu ko'ch bo'ladi. Shuning uchun oz joylarga chaqirayotganda narxi baland bo'lib qolsa, anaqa bo'lib qolmanglar aziz qadrdonlar. Narxi manaqa edi-yu, narx boshqacha bo'lib qoldi. Agar bu narsamiz padushkalari bilan, podvallar bilan ob'yom katta bo'lib, bir hafta ishlaydigan joy bo'lsa, narxi albatta tushadi. Bundan ko'ra, bu ob'yomga qaragandan ko'ra. Shuning uchun kommentariyada har xil negativ yozmaysizlar degan umiddamiz. Kimgadir shu qurilishga oid ma'lumotlar yoki qanaqadir g'ish-urish, qurilishga oid qurilish konstruksiyalari bo'yicha ma'lumotlar kerak bo'lsa, biz boshqa videolarimizga ham o'tib ko'rsanglar bo'ladi. Kanalimizda 1000 ga yaqin videolar bo'lgan. Hozir kunda shu hammasi o'zimiz qilayotgan qurilish ishlarimiz, qurayotgan obyekt binolarimiz bo'lyapti. Azizlar, video foydali bo'lgan bo'lsa, video yoqqan bo'lsa, bitta like bosib bizni kanalimizni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddamiz. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lishni unutmanglar. Hammanglarga rahmat, sog' salomat bo'linglar.